Mana bu kiyimingning ahvolini qara, torligini qara. Mana bu ochuvligini qara. Ey xudoyim, mana bu chochlarni qara. Patay. Shu narsani hozir gaplashishimiz shartmi? Shart. Hozir gaplashishimiz shart. Tushundingmi? Ilovonda mana shu yigitga tegib dab bo'l. Men ham shuni harakatidaman. Voy, qarang, yuringda harakatchang qiz. Assalomu alaykum. Voy, o'zim o'rgilib ketay. Voy, meni supermenim. Voy, o'zimni xalaskori. Voy, boringga shukr. Aylanib ketay, boringga shukr. Qani kuyov bola? Gapiring. Avvalambor shunday chiroyli qizni tug'ib tarbiyalaganingiz uchun kattakon rahmat. Achki nechta qiz? 35 mi? Hamma yo'q, botoks bo'yatibdi-yu buni. Balki kardir. Men 3 ta universitet tugatganman. Mashinam bor, hamma narsa tayyor. Kakras. O'zi qizim tayyor narsani yaxshi ko'radi. Ha, qizim? Bundan tashqari, to'ydan keyin alohida yashamoqchimiz. Oh! Zo'r. Menga desa, kulbada yashamaysizmi? Orolni qoq o'rtasida yashamaysizlarmi? Mana shu qizni uydan olib chiqib ketsangiz bo'ldi menga. Ha, bo'ldi. Olib chiqib ketaman. Yaqinda onamga ko'rsatdim. Ko'rib, aqlli, odobli qizga o'xshayapti dedilar. Shunaqa qizman o'zi. Shunaqa qizsani onasini sezga o'rganlari bo'lgan shekilli. Onangiz ham ochki taqalami deyman. Yo'q, oyimda hammasi yaxshi. Ya, onalar albatta yaxshi. Lekin bir gap bor. Molni sotsang, aybini aytib sot degan. Qaysi mol? Voy. Ma bu molni-da? Malikami, unaqa demang. Turramdoq bu. Ha? Ish qilmaydi. Dangasa, ayyor, hech narsani priznavat qilmaydi. Menga farqi yo'q. Qizingizni boricha yaxshi ko'raman. Mabodo burjiz qo'ymasmi? Yo'q, sher. Ha? Sher ekan. Qo'ying boshimizga baxt qushi qo'nganda. Qarang-a. Qo'y, nima qilasan bu bechorani? Turishini qara. Uvol senga. Umrini xazon qilib nima qilasan? Xo'sh, mayli, roziman. Menga qo'l qo'ying. Sotilgan tovar qaytarib olinmaydi. Ma'muriyat kim? Men-de. Roziman. Voy, qizim tez tur, aynib qolmasin. Bora qol qizim. O'tir, menga qara. Erkecha hozir va'da berding-ku. Agar qizingiz undog'ida, bundog'ida deb qaytarib olib kelsang, men seni dabdalangni chiqaraman. Tushundingmi? Keyin taqarsan. Rahmat onajon, meni qizingizga mos ko'rganingiz uchun.